Assalomu alaykum. Aziz muxlislarimiz, go'zal ayollarimiz, mehribon onajonlarimiz. Dunyo tinch bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin. Sizlarni ko'rib turganimdan benihoya xursandman. G'afurur Rahim Alloh gunohlarimizni kechirsin. Hamisha yaxshi kunlarni Alloh hammamizga nasib qilsin. Bandamizda hammani orzu havasi bor. Alloh har bitta insonni yaxshi niyatlarga yetkazsin. Eng muhimi Alloh hammamizni qaraganimizda aziz qilsin. Farzandlarimiz yaxshi komil inson bo'lsin. Farzandlarimizning orqasidan faxrlanib qaraganda rohat, farog'atda yashashlikni Alloh hammamizga shu qatorda o'zimga ham nasib qilsin. Bugun sizlarning ko'nglingizni olishga harakat qilamiz. Agar shu yerdan xursand bo'lib, ozgina bo'lsa ham taskin topib, savollaringizga javob olib, nima bo'lganda ham yaxshilik topib chiqib ketsalaringiz, bu men uchun albatta savob bo'ladi. Sizlarni yaxshi ko'ramiz, juda ham